bera olmayman dedi. Xuddi sizdek bir ayol kelib urib ketdi bizni dedi. Men ham borib urmoqchiman seni dedim. Menga effekt yo'q dedim. Nima aldiysiz? O'sha payt tushungansizlar, ya'ni bu mashinistvalikni tushungansizlar. Ha, tushundim. Men ham borib seni urmoqchiman dedim. 2,5 oy. Umuman o'zgarish kuzatilmadi. Umuman o'zgarish kuzatilmadi. Keyin men shuni telefon nomerini topib telefon qilsam, aytdiki, ofisida nimasini, adresini ayt, men Toshkent boryapman dedim. Mashinistdan shug'ullanadigan dori firma ham bor. Ya'ni aynan dori nomini aytib o'taman hozir. Medik bo'lmagan va medik bo'lgan insonlar aynan quloq bilan eshitishmagan bo'lsa, eshit pasayib ketgan bo'lsa, u izohlarni o'qisangiz, hatto siz ham dori olgingiz kelib qoladi. Atarin degan dori, rasmiy qo'yib qo'yamiz. Ko'p aytamiz bemorlarga, Instagramga qo'yganmiz, mana shu bilan kimdan kim uchrashib qolsanglar, olmanglar bu dorini. Hech qanaqa foydasi yo'q. Farm komitet qanaqa O'zbekistonga olib kirgan uni, nima maqsadda olib kirgan bilmaymiz uni soni. Lekin ko'p insonlarga reklama qilib, dori zo'r eshitib ketasiz deb reklama qilishyapti. Reklama kirsangiz ham hammani ishontirib qo'yadi. Ya'ni medik bo'lmagan va medik bo'lgan insonlar aynan quloq bilan eshitishmagan bo'lsa, eshit pasayib ketgan bo'lsa, u izohlarni o'qisangiz, hatto siz ham dori olgingiz kelib qoladi. Nimaga? Izohlarda men zo'r eshitib ketdim, umuman eshitmas edim. Mana shu bitta oldim, maza qildim, u qildim, bu qildim. Xullas sizlar ham olinglar, hammaga maslahat beraman deb izohlarda yozilgan. 15 tami, 20 tami. Lekin juda ham qimmat. Bitta flakoni 10 ml hozir hisoblab chiqdi. 1,330,000, ya'ni bitta korobkasi 3 ta dona bo'lar ekan. O'sha 3 ta donasini 4 millionga olganlar bizlar bemorimiz. Men sizlarga isboti bilan ko'rsataman. Mana bu audiometriya, yaqinlashib ko'rsatyapsizmi? Bu yerda nerv pasaygan. Bu bemorimizda yaxshilanish bo'lmaydi endi bundan keyin. Chunki yoshlar ham 68 yoshdalar. Lekin masalan, meni ota-onam 68-70 atrofida, adam onamlar. Bundan yaxshi emas, ya'ni eshlar. Bu degani возрастной, ya'ni siz yoshingiz juda ham zo'r degani-da. Lekin baribir bu bemorimiz o'zlari shifokor, doktorlar, ginekolog, lekin o'sha homiladorlarni tekshiraman ko'pincha, quloqni eshitib ko'rishim kerak, yaxshi eshitishim kerak deb harakat qilganlar, tekshirib internetdan o'tdan. O'sha Atarin degan doriga duch kelganlar bo'lyapti. Aldanganlar. U dorini maslaga aytaman, agar BAT deydigan bo'lsak, ya'ni biologik aktiv добавка deydigan bo'lsak ham 100% oladigan bo'lsak, dorilarning effekti bu 0,0001% ham oshirib bermaydi eshishi. Ya'ni nervga umuman aloqasi yo'q bu narsa. Internetga kirib, internetga kirdim, keyin shu quloq bo'yicha yo'q, uni aynan o'sha dorini olish sistemasi qanaqa bo'lgan? Pul tashib bergansiz, keyin olib kelib berganmisiz? Yo'q, u nima qilganimdan keyin menga mashinada keltirib berishdi. Ishxonamga. Ishxonaga mashina dastavka qilib berganlar. Dastavka. Surxondaryoga. Ko'rdim, ko'pchilik yaxshi bo'ldim degandan keyin men ham zakaz qildim.